Buxoro shahar 5-mikrorayon orbitada joylashgan 5 qavatli g'ishtli domimizning 4-qavatdan 2 xonali tayyor remont qilingan holatdagi uyimiz sotuvga chiqdi. Barcha mebel texnikalari bilan proyektlarni tushuntiramiz. Proyektlar 2 tomonlama. Asosiy eshikdan kirishimiz bilan, demak, o'ng qo'limizda zal qismi. Chiroyli tartibda remont qilib qo'yilgan. Mebel texnikalari bilan birga sotuvga chiqyapti. Keyingi xonamiz spalni. Video davomida ko'rsatilgan barcha mebel texnikalari qoladi. Umumiy maydoni 70 metr kvadrat, 2 tomonlama proyekt. Narxi 52 ming dollar. Kuxna qismi. Gaz, suv, svet, muammosi yo'q, hujjatlari tayyor, sразу notarius bo'ladi. Sanuzllari razdelniy. Yuvinish xonasi. Hojatxonasi. Kimga yoqqan bo'lsa agar, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar.